barchaga birdek yoqadigan, haligacha sevib iste'mol qilinib kelinayotgan, hatto turklarning o'zini ham xabari bo'lmagan turkcha somsa tayyorlaymiz. Ishimizni og'izda erib ketadigan mazali xamirni tayyorlashdan boshlaymiz. O'lchab olgan unimizga margarinimizni solib, yaxshilab urvoqlab olamiz. Smetana, qatiq yoki qaymoqqa razrahitelni aralashtirib solamiz. Tuz va tuxum sarig'ini ham aralashtiramiz. Xamirimizni qorib olib, 5 bo'lakka bo'lib tindirishga olib qo'yamiz. Qiymaga qirg'ichdan chiqarilgan kartoshkamizni, piyozni, ziravorlarni solib, yaxshilab aralashtirib, uni ham 5 bo'lakka bo'lib olamiz. Tingan xamirlarimizni to'g'ri to'rtburchak shaklda yoyib olamiz va lenta shaklida kesib chiqamiz. Qiymamizni uzunchoq shaklda kotletchalar yasab, xamirimizga o'rab olamiz. Somsalarni tugib olgandan keyin listga joylab, tuxum sarig'i surib, kunjutni sepib, qizigan duxovkamizda qizarguncha pishirib olamiz. Albatta tayyorlab ko'rishingizni maslahat beramiz. Video yoqqan bo'lsa, qo'llab-quvvatlab, obuna bo'lishni unutmang. Yoqimli ishtaha.